Xayrli kun, xush o'nlar tilaymiz yaxshilar. Numerologiyaga oid mavzuyimizni davom ettiramiz. Demak, 5, 14, 23 chislolarda tug'ilgan insonlarning xarakterlari haqida gapiramiz. 5, 14, 23 sanalarda tug'ilgan insonlar, ular juda ham chiroyli shaxslar. Chiroyli, agar unchalik chiroyli bo'lishmasa ham, ammo ularda qobiliyat bor. Ular o'zlarini chiroyli ko'rsatishni bilishadi. Ovoz bo'yicha yoki dasturxonda kollektiv bilan o'tirishlarda organizatorlik, quvonch bag'ishlash, o'sha ular yoki oddiy insonlar davrasida ham, savremenniy yoki juda ham kiborlar davrasida ham, Yevropa derviniy davrida bo'lsa ham, hammasiga moslashib ketaveradigan, qayerda va qanday gapirishni biladigan insonlar hisoblanadi. Pul masalasida esa qiyinchilik bilan pul topishadi. Oson yo'l bilan pul topishlarini imkoniyati yo'q. Sababi bular mahliyo qiluvchi, sevimli shaxslar, lekin keragidan ortiq pullarini ishlatib yuborishadi yoki keragidan ortiq qarzga kirib qoladi. Bu insonlar ham sevib qoladi, rostdan ham sevadi, kutadi, lekin ularni ko'pchilik yolg'onchi deb ham o'ylaydi. Chunki ularning gaplari bilan harakatlari to'g'ri kelmaydi. Ular mehribon do'st, mehribon ota, yaxshi ishchi, yaxshi boshqaruvchilar ham hisoblanadi. Ya'ni boshqaruvchilik qobiliyati ham bor ularda. Ular ajoyib manipulyatorlik ham qilishadi. Lekin manipulyatorlik qilishsa ham sizni va o'zlarini ham foydasini o'ylab qilishi mumkin. Ya'ni bu shaxslar uchun hamma baxtli yashasa, hamma tinch yashasa va bularga tegmasa bo'ldi. Ko'pincha bular keragidan ortiq qayg'urib yuborishadi. Ya'ni masalan, hali ular tanib ulgurmagan insonlarini ham keragidan ortiq qayg'urib, himoya qilib yuborishadi. Ular hali bilmaydi bu inson ularga do'stlik qiladimi yoki yo'qmi, buni bilmay turib ham ular yaxshi deb o'ylasa bo'ldi. Yordam beradi, himoya qiladi va keragidan ortiq mehrlar ham berib yuboradi. Chunki ular sevgi, muhabbatga ishtiyoqmand, oshiqlikni yaxshi ko'radigan romantik insonlar hisoblanadi. Romantikani joy-joyiga qo'yadi va kimga qanday gapirishni ham bilishadi. Hatto ularni yolg'on gapirayotganini sezmay qolishingiz ham mumkin. Shunchalik ular ko'zingizga mo'ltirab qarab, ko'zlarini mo'ltillatib shunaqa ishontirib gapirishadi. Qanday qilib aldanib qolganingizni ham sezmay qolishingiz ham hech gap emas. Chunki ular go'zal manipulyatorlar va bundan tashqari mehribon ona, mehribon ota va juda chiroyli, jozibali harakatlar qilishadi. Ular doim yodda qoladi, doim davraning guli. Biror bir gap o'ynasa, davrani, gapni qizdiradigan, kayfiyat berib, kayfiyatni ko'taradigan pozitiv shaxslar aynan shulardir. Juda ajoyib maslahatlar beradi va maslahatlarni ularni tinglaganingiz ma'qul, chunki ular uzoqni o'ylab, foydangizga gapirishadi. Ularning minus tarafi gapni oxirigacha eshitmaydi. Gapni ham, biror bir voqelikni ham oxirigacha eshita olishmaydi. Va shuning uchun ham kam eshitganligi uchun ko'pincha pulni yo'qotishi, kutilmaganda qarzga botib qolishi, kutilmaganda pullarga tushib qolishi, sevgilisidan ayrilishi yoki do'stidan ham ayrilishi hech gap emas. Bular chunki bo'lgan voqeani oxirigacha eshitish qobiliyati yo'qligidan qanday bo'lmasin ular shoshilishadi, tezkorlik bilan jangga shaylanadi. Qanday bo'lmasin tez mohiyatni anglamay turib urushib ketishadi va o'z yaqinlarini yo'qotadi. Ularni sevuvchi odamlarni ham o'zidan bezdirishadi. Lekin shu bilan birga ular omadli shaxslar hisoblanadi. Agar pulga tushib qolishsa ham, kutmagan joydan pul kelishi, boshqa sevuvchi insonlar topilishi va omadsiz voqealar bo'lsa ham yana omadlari kelib ketaverishi va puldan qiynalishmaydi. Yo'q joydan o'sha yordamlar keladi. Ularni o'sha qalbiga qarab koinot yordam yuboraveradi. Chunki ular qalbi ochiq insonlar hisoblanadi. Va faqatgina ular har bir voqea, gaplarni oxirigacha eshitishlari va hech qachon hech kimni tarafini olib gapirmasliklari, hech kimni yonini olmasliklari kerak. Tarafini olsa ko'pincha ular o'zlari yomonga chiqib qolishadi.